Дорогие Александр Савин, мы благодарим вас, Эмольджон благодарит вас. Kattakon rahmat, большое спасибо за такой подарок и e'tibor. За внимание. За внимание. Большое спасибо. Я очень рад вас. Я rad, очень, juda xursand bo'ldim. O'zbekistonda kutamiz. Albatta O'zbekistonga boringlar. Biz ham mehmon qilaylik agar mumkin bo'lsa. Он вас приглашает к нам в солнечный Узбекистан, и он очень рад будет видеть вас в нашем солнечном Узбекистане. Spasiba. Spasiba и еще раз spasiba. Ijodlaringizga omad. Rahmat. Shuncha xalq 500 dan ortiq xalq yig'ilib, yana 200 tadan oshiq xalq ko'chada qolib ketdi. Rahmat. Ana shu talantingizga, tarbiya bergan onangizga, tarbiya bergan otangizga minnatdorlik. Rahmat. Degan yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Rahmat. Chunki men отчет beraman-da bu narsalarga. Telegrammingiz